shunaqa dahshatli ma'lumotlar oldim akalar. Titanik cho'kayotgan paytda cho'kayotgani to'g'risida kambag'allarga ma'lumot berilmagan ekan. Ular podval qismida bo'lgan, pastki qatlamda bo'lgan, tepa qismida boylar bo'lgan, 1-klass va 3-klassga bo'lingan bo'lgan ekan. Asosan migrantlar bo'lgan ekan. Yevropadan Amerikaga ishlashga boradiganlar uchun alohida shu pastki qatlamda ularga joy qilingan ekan. Akalar, eng qiziq tomoni, aysbergga urilgan paytda ularga hammasi yaxshi deb sal aldab qo'yishgan ekan. Shuning uchun ham kambag'allarni ko'p o'lib ketgan ekan. 60% kambag'allar, ya'ni o'sha 3-klassdagilar o'lib ketgan ekan. Boylarning aksariyat qismi baribir qutqarib qolingan ekan. Ularga birinchi ma'lumot berilgan ekan, cho'kyapmiz degan. Va o'zingizlar bilasizlar, 20 ta dona shlupka bo'lgan atiga. Bu degani 700 ta odam qutqarilgan, qolgani hammasi cho'kib ketgan degani. Akalar, odam ajratish o'sha paytda ham bo'lgan. O'sha paytda o'ylashinglar mumkin, juda bir cho'qqisi bo'lgan odam ajratishi, chunki qulchilik davri ham o'sha paytlarda bo'lgan, o'sha tugatilish arafasida bo'lgan deyishinglar mumkin. Akalar, odam ajratish bo'yicha menimcha hozirgichalik bo'lmasa kerak. Hozir nagli odam ajratish emas, hozir nagli odam o'ldirishga tushib ketishgan. Hammani ko'z oldida nima ishlar bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini o'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Shuning uchun politikaga aralashmaymiz. Sizlarga men Titanik to'g'risidagi hali dahshatli ma'lumotlarni yig'ib boraman, kunda qo'yib boraman. Sizlar bilan hozirgi oradagi farq 5 soatga oshadi hozir. Bizda soat 9 bo'ldi. Sizlarda menimcha 2 bo'lgan bo'lsa kerak obedga va biz Nyu-Yorkka qarab yo'l olyapmiz. Hali o'rtasiga kelmadik. Bugun 3-kuni. Titanikka agar misolda olib qaraydigan bo'lsak, Titanik 4-kuni cho'kkan. Bizning hozirgi pastdagi chuqurligimiz taxminan 1,5 kilometr atrofida. Bitta reklama chiqib ketdi. Oxiriga faqat akalar Laza degan yangi brend chiqibdi akalar. Quritilgan morojniy ekan akalar. Eng zo'r, eng toza morojniy ishlab chiqaruvchilardan morojniy olib, buni quritishyapti, o'sha sostav qolgan. Qurtdan yumshoqroq, lekin shunaqa mazali, bolalarga bitta yedirib ko'ringlar. Mana brend Laza. Salomat bo'lasiz, like, kommentariyadan ayamanglar.